Xullas, bugungi mavzuyimiz o'zaro tub sonlar. Faqatgina o'zaro tub sonlar emas, o'zaro tub sonlar bilan bog'liq bo'lgan ayrim qoidalar. Biza ekub qoida masalan mavzusini o'tganmiz. Tub va murakkab sonlar mavzusini ham o'tganmiz. Bo'linish belgilarini ham o'tganmiz. Aynan mana shu mavzularda qolib ketgan ayrim bir ikkita xossalar bor, qiyinroq xossalar. Mana shu xossalarni hozir men jamlab bitta darslik qilib sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, hozirgi mavzuyimiz aynan o'zaro tub sonlar emas, shu o'zaro tub sonlar bilan bog'liq bo'lgan ayrim xossalar, qiyinroq qoidalar desak bo'ladi. Demak, bugun o'tadigan narsamiz o'zaro tub sonlar, umumiy bo'luvchilar sonini topishni biz qaytarib o'tib ketamiz va ayrim joylarda sal qiyinroq qoidani ham o'tamiz. Keyin bo'linish belgisi, ayrim bir bo'linish belgisini, bo'linish belgilari qoidasini o'zaro tub sonlar bilan bog'liqligini ham ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, bu QR kodni hamma biladi. Asosiy Telegram kanalimiz, bemalol o'tsangiz bo'ladi. Keyingi slayd. O'zaro tub sonlar bu nima? Biz shunchaki tub sonlarni bilardik. 2, 3, 5, 7 va hokazo. Shunchaki tub sonlar. Bo'luvchilari 2 taga teng bo'lgan, ya'ni o'ziga va biriga bo'linadigan sonlar bular o'zaro tub sonlar edi. Lekin o'zaro tub sonlar bu nima? Bu shunaqa sonlarki, masalan 9 bilan 10 yoki 11 desak ham bo'ladi, boshqa sonni olsak ham bo'ladi. E kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar o'zaro tub, ya'ni ular bir-biri uchun tub. E kub topishga harakat qilsak hozir 9, 10 va 11 uchun. 9 bu 3 ning kvadrati, 10 bu 2 ko'paytirilgan 5, 11 bu shunchaki 11, to'g'rimi? Hech qaysi birida umumiy ko'paytuvchi yo'q. Umumiy ko'paytuvchi yo'qmi? Demak, biz shunchaki e kub teng 1 yozib qo'yamiz. Chunki hozir siz qanaqadir boshqa son topa olmaysiz. Umumiy ko'paytuvchi topa olmaysiz. Nimaga 1 yozib qo'yamiz? Chunki oxirida 1 ni har biriga ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Bu hech nimani o'zgartirmaydi. Demak, e kub 1 ga teng ekan. Bundan kelib chiqadiki, 9, 10, 11 bular bir-biri uchun o'zaro tub sonlar. Umuman aytganda, shunchaki o'zaro tub sonlar desa ham bo'ladi. Asosan o'zaro tub sonlar bu ketma-ket kelgan sonlar bo'ladi. 6 bilan 7 masalan. 6 bilan 7 ni e kubini topa olmaysiz. Topa olasiz, 1 chiqadi. 7 bilan 8 e kub 1 chiqadi. 100 bilan 101 masalan. Ikkalasini ham agar tub ko'paytiruvchilarga ajratib hozir umumiy ko'paytuvchi topishga harakat qilib ko'rsangiz, topa olmaysiz. Shunchaki yana e kub nima bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Xullas, o'zaro tub sonlar bu e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar. Shunchaki eslab qoling. Birinchi misolni ishlaydigan bo'lsak, masalan 9, 10, 22 va 25 sonlari orasida nechta o'zaro tub sonlar jufti bor? Nechta juftlik o'zaro tub sonlar bo'lishi mumkin? Xo'p, birinchisi bu 9 bilan 10. Birinchisi 9 bilan 10. Xo'p, ikkinchisi-chi? 10 bilan 22 ni ola olamizmi? 10 bilan 22 ni ola olamizmi? Ola olmaymiz. Nimaga? Chunki 10 ham 2 ga bo'linadi, 22 ham 2 ga bo'linadi. 10 bilan 22 ni e kubi 2 bo'ladimi? 2 bo'ladi. E kubi 2 ga teng bo'ldimi? Demak, bu o'zaro tub son emas. 10 bilan 22 ni ola olmaymiz. 9 bilan 22 nichi? 9 bu 3 ning kvadrati, 22 2 ko'paytirilgan 11. Umumiy ko'paytuvchi mavjud emas. Shu sabab e kub bu yerda ham 1 ga teng bo'ladi. Demak, 9 bilan 22 bular o'zaro tub sonlar bo'ladi. Uchinchisi, yana qanaqa variant bo'lishi mumkin? 9 bilan 25. 9 bilan 25. 9 bu 3 ning kvadrati, 25 bu 5 ning kvadrati. Shu sabab yana umumiy ko'paytuvchi mavjud emas. E kub 1 ga teng bo'ladi bu holatda ham. E kubi 1 ga teng bo'ldimi? Demak, bular o'zaro tub sonlar. Nimaga ikkitadan olyapman? Chunki bu yerda mana sonlar jufti bor deb yozilgan. Ya'ni nechta juftlik qilsa bo'ladi demoqchi. Ikkitalik juftlik bilasizlar, bu ikkita son. Xo'p, birinchisi bu 9 bilan 10, ikkinchisi 9 bilan 22, uchinchisi 9 bilan 25. To'rtinchisi ham bor, bu 22 bilan 25. 22 bu 2 ko'paytirilgan 11, 25 bu 5 ning kvadrati. Umumiy ko'paytuvchi bormi? Yo'q. Umumiy ko'paytuvchi mavjud emasmi? Demak, e kub 1 ga teng. Yana shu qoidaga qaytib kelamiz.
Shu mulohazaga qaytib kelamiz. E kub 1 ga tengmi? Demak, bu sonlar o'zaro tub sonlar. Bo'ldi, birinchi misolni hamma tushundi. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak. 4 va 8 kesmada nechta o'zaro tub sonlar jufti bor, ya'ni jufti. 4 va 8 kesma degani bu shunchaki 4 dan 8 gacha bo'lgan sonlar. 4, 5, 6, 7, 8. 4 ni ham, 8 ni ham o'zi kiradi. Nimaga? Chunki mana bu qavs bizda to'rtburchak. Mana shu to'rtburchak qavs keldimi, bilingki, o'sha sonlarni o'zi ham kiradi. O'sha ro'yxatga o'sha sonlarni o'zi ham kiradi. Endi 4 dan 8 gacha bo'lgan sonlarning orasida nechta o'zaro tub sonlar jufti bor? Birinchisi 4 bilan 5 ketma-ket kelgan sonlar, men sizlarga aytdim, bular o'zaro tub bo'ladi 100%. Har doim. Ikkinchisi 5 bilan 6, to'g'rimi? Uchinchisi 6, 7. To'rtinchisi 7, 8. Aha. Endi 5-inchisi. Xo'p, qarang. 4 bilan 5 ni olib ko'rdik. 4 bilan 6 ni olsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nimaga? Chunki 4 ham 6 ham 2 ga bo'linadi. Demak, 4 bilan 6 ni e kubi mavjud. Bu 2. 4 bilan 6 ni eng katta umumiy bo'luvchisi bu 2. Eng katta umumiy bo'luvchi 2 ga teng bo'ldimi? Demak, bu o'zaro tub son emas. O'zaro tub son bo'lishi uchun bularning e kubi 1 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p. 4 bilan 6 ni ola olmaymiz. 4 bilan 7 ni olsak bo'ladimi, xullas? 4 bilan 7 ni. 4 bilan 7 ni ola olamiz. Chunki e kub bu yerda topishni imkoni yo'q. Endi topishning imkoni bor, 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi 4 bilan 8 ni olsak bo'ladimi? 4 bilan 8 ni olishni imkoni yo'q. Nimaga? Chunki 4 ham 4 ga bo'linadi, 8 ham 4 ga bo'linadi. 4 bilan 8 ni e kubi 4 ga teng. E kubi 4 ga teng. To'g'rimi? Eng katta umumiy bo'luvchisi 4 ga teng. O'zaro tub son emas. Keyingisi 4 ni tekshirib chiqdik, 5 ni. 5 ni 4 bilan olganmiz, 5 ni 6 bilan olganmiz, 5 ni 7 bilan. Endi e'tibor bilan qarasangiz, 5 bilan 7 bu ikkalasi ham tub sonlar. Eslab qoling, ikkita tub son bo'lsa ham bular bir-biri uchun o'zaro tub bo'ladi. Chunki ikkita tub sonni siz hech qachon e kubini topa olmaysiz. Masalan, deylik 7 bilan 11. 7 bu 7, 11 bu 11. Umumiy ko'paytuvchi mavjud emas. Umumiy ko'paytuvchi mavjud emasmi? Siz e kub topa olmaysiz. E kubni o'rniga 1 yozib qo'yasiz shunchaki. E kub 1 deysiz. E kub 1 bo'limi bu o'zaro tub sonlar. Ikkita tub son, eslab qoling, o'zaro tub bo'ladi. Keyingisi 5 ni 7 bilan tekshirdik, 5 ni 8 bilan olsak ham bo'ladi. E kubi 1 ga teng. 8. 6 ni 5 bilan tekshirib ko'rdik, 6 ni 4 bilan tekshirib ko'rdik, ola olmaymiz. 6 ni 7 bilan tekshirib ko'rdik, 6 ni 8 bilan tekshirib ko'radigan bo'lsak, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Shu sabab bularni o'zaro tub sifatida ola olmaymiz. 7. 7 bilan 6, 7 bilan 8 olingan. 7 bilan 5 ham olingan. 7 bilan 4 ham mana olingan. 8. 8 bilan 7 bor bizada. 8 bilan 5 bor. 8 bilan 6, 8 bilan 4 olinmaydi. Shu sabab bizada nechta o'zaro tub sonlar bor ekan? 4 va 8 kesmada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Demak, javob D bo'ladi. Tepadagi javobni yozmamiz, javob A bo'lardi, chunki 4 ta juftlik chiqdi. Xo'p. Keyingisi. Dastlabki 30 ta natural sonlar ichida 6 soni bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta? Dastlabki 30 ta natural son bu 1 dan 30 gacha. 1, 2, 3 va hokazo 30 gacha. Endi 1 dan 30 gacha bo'lgan sonlarni orasida 6 bilan o'zaro tub bo'ladigan sonlarni topishimiz kerak. Bitta varianti bor, har birini bitta-bitta tekshirib chiqish. 6 bilan 1, 6 bilan 2, 6 bilan 3, 6 bilan 4, 6 bilan 5 masalan. Har birini tekshirib chiqish. Yana bitta yo'li bor, 2 ga bo'luvchilar sonlarni topamiz. 1 dan 30 gacha. Nechta son 2 ga bo'linadi? 15 ta son 2 ga bo'linadi. Endi 3 ga bo'linadigan sonlarni olamiz. 1 dan 30 gacha. Nechta son 3 ga bo'linadi? 10 ta son 3 ga bo'linadi. Endi yaxshilab e'tibor bilan qarasak, masalan deylik, 30 soni. 30 emas, qanaqadir 18 deylik, 18 soni. 18 2 ga ham bo'linadi.
3 ga ham bo'linadi, to'g'rimi? Demak, mana bu 15 tani ichida 18 bor, bu 10 tani ichida ham 18 bor. 2 marta sanalib ketgan. 2 ga ham, 3 ga ham bir vaqtni o'zida bo'linadigan sonlar mana bu 15 tani ichida ham bor, 10 tani ichida ham bor. Hozir biz nimani topamiz? 30 ta sonni orasida 2 ga bo'linadigan nechta son bor, 3 ga bo'linadigan nechta son bor, shuni topamiz. Bu nima uchun bizga kerak? 6 ga bo'linadigan sonlarni topib, ya'ni 6 ga 6 bilan o'zaro tub bo'lmaydigan sonlarni hozir topish maqsad. Masalan, 6 bilan 8 o'zaro tub bo'lmaydi. Chunki ular 2 ga bo'linadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Nimaga 2 ga bo'linadi? Chunki ikkalasi ham 2 ga bo'lingani uchun. 8 2 ga bo'linadi-ku, 6 ham 2 ga bo'linadi. Shu uchun 2 ga bo'linadigan sonlar demak 6 bilan o'zaro tub bo'la olmaydi. Ularning ekubi bor, eng kamida 2. Yoki 3 ga bo'linadigan sonlar, masalan 9. 9 bilan 6, 9 bilan 6, 3 ga bo'linadi ikkalasi ham. Demak, bularning ekubi bor. Qanaqadir ekub bor. 1 ga teng emas ekub. 3 ga hech bo'lmasa bo'linadimi? Hech bo'lmasa ekub 3 ga teng. Shunaqa narsa. 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan sonlar shu narsa uchun kerak. Ekubi mavjud bo'lgan sonlar, ekubi 1 ga teng bo'lmaydigan juftliklar qilishimiz uchun kerak. Xullas, bundan oldingi aytgan gapimga qaytamiz. 2 ga ham bo'linadigan sonlar bor, 3 ga ham bo'linadigan sonlar bor va ular 15 ni ichida ham, 10 ni ichida ham bo'lishi mumkin. Masalan, 18, 12, 2 ga ham 3 ga ham bo'linadi. 15 ni ichida ham bor, 10 ni ichida ham bor. 30, 24. Shu sabab hozir biz nima qilishimiz kerak? Hozir biz 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan sonlarni topishimiz kerak. Bu 6 ga bo'linadigan sonlar bo'ladi. 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan sonlar bu 6 ga bo'linadigan sonlar bo'ladi. 1 dan 30 gacha 6 ga bo'linadigan sonlar nechta? 5 ta. Xo'p, mana shu umumiy sonlardan birgalikda agar hisoblasak, bu nechta bo'ladi? 25 ta, to'g'rimi? Lekin o'sha 25 taning ichida 2 marta sanalgan sonlar bor. Bu 6 ga bo'linadigan sonlar 2 marta sanalgan. Masalan, 18 15 ni ichida ham bor, 18 10 ni ichida ham bor. O'sha 2 marta sanalib ketgan. Biz mana 1 marta sanalgan holatini topdik. Mana shu 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan sonlar 12, 18, 24, masalan deylik 6 bu kabi sonlar mana bor bizda. 5 ta ekan. Lekin o'sha 5 ta mana bu 15 taning ichida ham bor. 15, 10 taning ichida ham bor. Demak, biz bitta 5 ni ayirib olishimiz kerak 25 dan. Bitta 5 ni 25 dan ayirib olamiz, 20 ta son qoladi. 20 ta son 2 ga ham 3 ga ham bo'linadi. 20 ni ichida endi 18, 24, 6, 12 ga o'xshagan sonlar 2 marta sanalmagan. Ya'ni 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan sonlar 2 marta sanalmagan. 20 bu real sonlar. Xo'p, 20 ta son bor ekanki, 2 ga ham 3 ga ham bo'linadi. Yoki ham 2 ga ham 3 ga bo'linadi. Demak, mana shu 20 ta son 6 bilan qanaqadir ekubga ega bo'lishi mumkin. Yoki 2 yoki 3 degan. Hech bo'lmaganda. 2 ga ham 3 ga ham bo'linadi. Bu degani 20 ta son 6 bilan o'zaro tub bo'la olmaydi. 1 dan 30 gacha bo'lgan sonlar orasida. Demak, nechta son qoladi o'zaro tub bo'la oladigan 6 bilan? 10 ta son qoladi. Xo'p, buni mohiyatini tushunsangiz, ishlash oson. Tez-tez ishlab tashlasangiz bo'ladi. Agar mohiyatini tushunmasangiz, to'g'ri, salgina chalkash bo'lishi mumkin. Endi siz juda ham ko'p gapirib yorib, maydalab, balki sizlarni chalg'itib qo'ygandirman. Endi o'zlaringiz ozgina logikni o'ylab, yana bir marta videoni agar men hozir zapis qilyapman bu darslikni. Zapisni men yuboraman guruhga. Yana bir marta ko'rib tushunib olsangiz bo'ladi. Unaqa ham qiyin narsa emas o'zi aslida. Logikni o'ylab qarasa bo'ladigan narsalar. Agar shunchalik bu narsaga erinsangiz, 1 dan 30 gacha bo'lgan sonlarning orasida shunchaki sanab chiqing. Masalan, 5 bilan 6 bu bitta juftlik. 6 bilan 7, masalan, 6 bilan 11 va hokazo. 10 ta shunaqa sanasangiz, bo'ldi, o'zi D javobga kelasiz. Agar mana bu usulni yaxshi tushunsangiz, buni og'zaki ham qilib tashlasangiz bo'ladi. Faqat ozgina prakachka deydimi? Ozgina o'sha skilllarni oshirish kerak xolos. Keyingi slaydga o'tib ketaman. Praktika. Qaysi juftlik o'zaro tub sonlardan iborat? 8 bilan 14 bu o'zaro tub sonmi? Albatta yo'q, chunki 8 ham 14 ham 2 ga bo'linadi, to'g'rimi? 2 ga bo'lindimi? Bu o'zaro tub bo'lmaydi bu ikkita son. Bu ikkita sonni ekubi umumiy bo'luvchisi bo'lmasi kerak. Bilan bo'ladigan umumiy qanaqadir son topa olmasligimiz kerak biz. 11 bilan 22. 11 11 ga bo'linadi, 22 ham 11 ga bo'linadi. Shu sabab bularni masalan ekubi 11 ga teng desak ham bo'ladi.
12 bilan 35. 12 bu 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3. 35 bu 5 ko'paytirilgan 7. E kub necha bo'ladi? Tepada 2 3, pastda 5 7. Umumiy ko'paytuvchi mavjud emas. Mavjud emasmi? Shunchaki 1 yozamiz. Masalan, oxirdan 1 ni shunchaki qo'shib qo'ysak bo'ladi. Vizualni o'zimiz tushunishimiz uchun va e kubni mana 1 ga teng qilib yozib qo'ysak bo'ladi. C variant bo'ladi, C variant bo'ladi. Chunki 12 bilan 34 shundoq ham to'g'ri kelmaydi, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Keyingisi, qaysi juftlik o'zaro tub sonlardan iborat? 21 bilan 14. 21 7 ga bo'linadi, to'g'rimi? 14 ham 7 ga bo'linadi. Shu sabab bularning e kubi bor. 12 bilan 15 3 ga bo'linadi. 10 bilan 15 5 ga bo'linadi. Bundan kelib chiqadiki B variant 21 bilan 10. Nimaga? Chunki 21 3 ni 7 ga ko'paytirsak hosil bo'ladi. 10 bu 2 kara 5. Umumiy ko'paytuvchi mavjud emas. E kub demak nimaga teng? E kub 1 ga teng. E kub 1 ga teng bo'ldimi? Demak bu sonlar o'zaro tub bo'ladi. Keyingi slaydga o'tib ketamiz. Umumiy bo'luvchilar soni. 270 va 300 sonlari ekokning 4 va 6 sonlari ekokiga nisbatini toping deyilgan ekan. Bu joylarda aynan mana shu misolda 270 va 300 uchun ekok topamiz, 4 va 6 uchun ekok topamiz va ularni shunchaki bo'lib qo'yishimiz kerak. Mayli, shunchaki eslab olishimiz uchun men tezgina ishlab ketaman. Tezgina tushuntirib beraman. O'zi qanaqa qilish kerak edi, qanaqa qilinardi. 270 degani 27 bu nima? 27 bu 3 ni kubi 10. Xo'p, qanaqa tez men o'zi tub ko'paytiruvchilarga ajrataman? Yozaman 27 ko'paytirilgan 10. Keyin bilamanki 27 bu 3 ni kubi. 10 ni bilaman bu 2 ko'paytirilgan 5, to'g'rimi? Shunchaki men yozib qo'yaman. 2 ko'paytirilgan 3 ni kubi ko'paytirilgan 5. Men bunaqa chiziqcha tortib ishlab o'tirmayman. Xo'p, 300 teng. Bu 3 ko'paytirilgan 100 degani o'zi aslida, to'g'rimi? 100 ni ham siz 10 ni kvadrati ko'rinishida yozsangiz bo'ladi. Lekin 10 bu nima degani? 2 ko'paytirilgan 5 mi? Shu uchun 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ni kvadrati bo'lar ekan. Mana biz tub ko'paytiruvchilarga ajratdik. Xo'p, ekok topadigan bo'lsak, umumiy ko'paytiruvchilarni topib, ularni darajasi kattasini olardik. Ya'ni 2 va 2 bo'lsa, 2 ni kvadrati. 3 ni kubi va 3 bo'lsa, ko'paytirilgan 3 ni kubi. 5 va 5 ni kvadrati bo'lsa, 5 ni kvadrati. Demak, 2 ni kvadrati va 5 ni kvadrati bu 10 ni kvadrati, ya'ni 100 ni beradi. 3 ni kubi bu 27 ni beradi. Demak, yozishimiz kerak. 27, keyin 100 ni ko'paytirsak, oxiri 2 dan 0 qo'shiladi. 2700 bo'lar ekan ekok. 4 va 6 uchun ekok nechiga teng? 4 va 6 uchun ekok 12 ga teng. 12 4 ga ham bo'linadi. Eng kichik umumiy karrali. 4 ga ham bo'linadi, 6 ga ham bo'linadigan eng kichik son. Shunchaki 2700 ni endi 12 ga bo'lib qo'ying deyilgan. Shunchaki eslab o'tdik, bo'lib o'tirish shart emas. Agar siz buni yaxshi bilsangiz, bu zo'r. Xo'p, 2 sonni ko'paytmasi 192 ga teng. Masalan, A bilan B son bor. Bu ikkita sonni ko'paytmasi 192 ga teng. Ularni ekoki 48 ga teng. Bu sonlarni ekoki 48 ga teng. Bu sonlarni ekobini toping. Bu sonlarni ekobini topishimiz kerak ekan. Ekob. Chiziqcha, so'roqcha. Xullas, ekob bilan ekokni o'zini shunaqa xossasi bor edi, qoidasi. Buni asosan tekshirish uchun qilardik. Masalan, ekok bilan ekob topdingizmi? Tekshirish uchun nima qilamiz? Mana ikkita son A bilan B. Uchun siz ekok va ekob topdingiz. Va to'g'ri topdingizmi, yo'qmi shuni bilish uchun siz A bilan B ni ko'paytirishingiz kerak. Teng qilib ekob ko'paytirilgan ekok. Bundan kelib chiqadiki, A bilan B ni ko'paytmasi nimaga teng? 192 ga. A bilan B ni ko'paytmasi 192 ga teng, ekok 48 ga teng, shunchaki ekobni topishimiz kerak. 192 ni 48 ga bo'lsangiz, ekob kelib chiqadi. Mana shu xossani shunchaki eslab olishimiz uchun qo'ydim bu misolni.
Davom ettiramiz, keyingi misolga o'tib ketamiz. Bilaman, juda ham chuqur yondashib ketyapmiz. Juda ham chuqur kirib ketyapmiz. Masalan, o'zaro tub sonlar bularni to'g'ri balkim bilish shart emasdir. Umuman kelmas balki hayotingizda, lekin ertaga qaysidir imtihonga kelib qolib, siz menga mana shu narsani o'rgatmadingiz degandan ko'ra, baribir va yaxshi, to'g'rimi? Xo'p, 7 va a sonlarining ekoki va ekubini ko'paytmasi 126 ga teng. A ni toping. Bundan kelib chiqadiki, 7 ko'paytirilgan a nimaga teng? 126 ga. Chunki mana shu ikkita sonni ko'paytmasi ekub bilan ekokni ko'paytmasiga teng edi. Ekub bilan ekokni ko'paytmasi bu 126. Shunchaki a ni topib qo'yish kerak bundan xolos. O'zingiz topib qo'yasiz, biz topib o'tirmaymiz. Davom etamiz. Umumiy bo'luvchilar soni. Mana shu misolni mendan juda ham ko'p so'rashdi. Mana bu 8, 12 ko'paytmasini natural bo'luvchilar soni 42 ga teng. Natural bo'luvchilar soni bu, ya'ni NBS. N nechaga teng bo'ladi? Xo'p, 8 darajasida n plus 2 ko'paytirilgan 12 darajasida n minus 3. Buni keling ozgina soddalashtirib olaylik. Ya'ni 8 bilan 12 ni tub sonlar ko'rinishiga, ya'ni tub ko'paytiruvchilar ko'rinishiga olib kelaylik. 8 ni men yozaman. 2 ni 3-chisi va buni darajasi n plus 2. Ko'paytirilgan 12 ni o'rniga men yozaman 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3. Buni n minus 3-chisi. Teng. 2 darajasida 3n plus 6 ko'paytirilgan 2 darajasida, mana bu daraja endi har biriga beriladi, to'g'rimi? 2 darajasida 2n minus 6 ekan. Xo'p, ko'paytirilgan 3 ni darajasida nima? n minus 3. Teng. Xo'p, ikkilarni bitta qilamiz, ya'ni bir xil asoslar ko'paytirilganda agar darajalar ularning darajalari har xil bo'lsa, o'sha darajalar qo'shiladi. Bizda ham asoslar bir xil, 2 ni nimadir darajasi va yana 2 ni qanaqadir darajasi. Asoslar bir xil bo'lgan vaqtda siz bemalol yozasiz. 2 darajasida 3n plus 6 ko'paytma bo'lgani uchun qo'shamiz 2n minus 6 ga. Bo'lma bo'lganda ayirardik. Ko'paytirilgan 3 ni n minus 3-darajasi. Teng. Ozgina soddalashtiradigan bo'lsak, 2 darajasida 3n plus 2n bu 5n ni beradi. To'g'rimi? 3 ta shkalat plus 2 ta shkalat, 5 ta shkalat. Plus 6 plus 6000 va minus 6000 qilyapsiz. Masalan, hech nima o'zgarmaydi, ikkalasi qisqarib ketadi. Plus 6 minus 6 ni qisqartirib olsangiz bo'ladi. Shunchaki 2 ni 5n deb yozsangiz bo'lar ekan darajasida. Ko'paytirilgan 3 ni darajasida n minus 3. Xo'p, mana shu ifodani NBS, ya'ni natural bo'luvchilar soni 42 ga teng ekan. 42. O'zi odatda NBS qanaqa topilardi? Tub ko'paytiruvchilarga ajratib, ko'rinishda, mana shu tub ko'paytiruvchilar ko'rinishda yozib, mana shu ko'paytiruvchilarni darajalariga birini qo'shib ko'paytirardik. Masalan, 5n bo'lsa, 5n plus 1. Birinchi qavs ko'paytirilgan n minus 3 plus 1. Xo'p, mana shu 42 ga teng ekan. Ozgina soddalashtiradigan bo'lsak, 5n plus 1 bu birinchi qavs, ikkinchi qavs n minus 3 plus 1 bo'lsa, bu n minus 2 degani. Minus 3 plus 1. Minus 3000 masalan qarzdasiz, plus 1 qaytardingiz, 2000 qarzdasiz. 42. Mana shu joyigacha siz qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Mana shu joyigacha tushungan bo'lsangiz, qilgan bo'lsangiz bu zo'r degani. Agar tushunmasangiz ham hech qisi yo'q, darajalar mavzusida yana bir marta tushuntirib o'tib ketaman bu misolni. Agar qaytib kelsak, o'sha darajalar mavzusidan o'tganimizdan keyin o'zingiz yaxshilab tushunib olasiz. Va darajalar mavzusidan tashqari ham bu joyda bizada kvadrat tenglama ham bor. Endi o'zi aslida ko'paytirib ishlab qo'yish kerak. Kvadrat tenglamalarni balki hech kim bilmagani uchun men ishlamaganman. Bu misolni tashlab o'tib ketganman. Mayli, tezlikda ishlashga harakat qilamiz shunchaki. 5n ni n ga ko'paytirsak 5n kvadrat, 5n ni minus 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak minus 10n, 1 ni n ga ko'paytiradigan bo'lsak plus n, 1 ni minus 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak minus 2. Xuddi shunaqa ikkita qavs ko'paytirdingizmi? Birinchi ifodani har biriga ko'paytirasiz. Mana 5n ni n ga ko'paytirdim,
Keyin 5n ni -2 ga ko'paytirdim. 5n ni n ga ko'paytirganimda 5n kvadrat bo'ldi. 5n ni -2 ga ko'paytirganimda -10n bo'ldi. Ya'ni songa ko'paytirsangiz o'sha son qismiga ko'paytirasiz. 1 ni n ga ko'paytirsangiz shunchaki n, 1 ni -ga ko'paytirsangiz -2 teng 42. 5n kvadrat -9n 42 ni chap tomonga o'tkazsam -42 bo'lib o'tadi. -2 -42 bu -44 teng 0. Xo'p, mana shu joyda endi kvadrat tenglama ishlash kerak. Ya'ni diskriminant topish kerak. x1 x2 topamiz. Diskriminant yordamida mana shunda ikkita javob chiqadi. N bittasi musbat, bittasi manfiy bo'ladi menimcha hozir va musbat sonni olamiz. Kvadrat tenglama mavzusini o'tib, keyin masalan qaytib kelib ishlasangiz bo'ladi. Hozir sizlarni boshlaringni og'ritish niyatim yo'q. Shunchaki tashlab o'tib ketamiz bu yog'ini. Shu joygacha bilsangiz, qilsangiz bu zo'r degan. Keyingi misol, masalan 594 va 378 ning umumiy bo'luvchilari nechta? Biza masalan oddiy qanaqadir sonni, natural bo'luvchilar sonini topishni bilardik. Bu NBS, oddiy NBS. Ikkita sonni umumiy bo'luvchilari sonini qanaqa topardik? Biza birinchi o'sha 594 va 378 uchun ekub topib olamiz. Ekub topamiz. Ekub topishni hamma biladi, to'g'rimi? 594 va 378 uchun ekub topamiz. Va mana shu ekub topganimizdan so'ng bu qanaqadir son chiqadi. Mana shu ekub uchun biz topamiz NBS, natural bo'luvchilar sonini. Ikkitagina qoida. Ikkita sonni umumiy bo'luvchilari nechta deyilsa, masalan 12 bilan 18 misol tariqasida ko'rsataman. 12 bo'luvchilar qanaqa bo'luvchilari bor? 1, 2, 3, 4, 6 va 12. 18 ni qanaqa bo'luvchilari bor? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Umumiy bo'luvchilar nechta? Umumiy bo'luvchilar 1 bor, 2 bor, 3 bor, bo'ldi. 1, 2, 3, 6 ham bor. 4 ta umumiy bo'luvchisi bor ekan. Mana shu bo'luvchilar sonini biz hozir osongina sanab topib qo'ydik. Javob 4. Lekin katta sonlar agar berilsa, o'sha sonlar uchun umumiy bo'luvchilar sonini topish bunaqa ham oson emas. Har bir bo'luvchisini sanab chiqib, ularning umumiy bo'luvchisini sanab chiqib o'tirishga bizning vaqtimiz yo'q. Shunchaki 594 va 378 uchun nima topamiz? Ekub topamiz. Ekub topgandan keyin o'sha ekub uchun NBS topamiz. Hamma ekub va NBS formulalarini biladi, to'g'rimi? Qanaqa topishni biladi. Hech kimga hozir ko'rsatib o'tirishim shart emas, to'g'rimi? Yana bir marta qaytarib o'tib ketaman va video uchun, masalan 594 va 378 uchun umumiy bo'luvchilar sonini top deyilgan. Birinchi qiladigan ishimiz ekub topamiz. Ikkalasi uchun ekub. Ekub topishni hamma biladi. Ekub topganingizdan so'ng qanaqadir son chiqadi bu, bilmadim, bir 78 mi degan son deylik. Masalan, shunaqa son chiqdi. Shu son uchun NBS topamiz. 78 ning nechta natural bo'luvchilari bo'lsa, nechta natural bo'luvchilar soni, o'shani topsak, bu 594 va 378 uchun umumiy bo'luvchilar soni bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Maydalab tashladim. Davom etamiz. Bo'linish belgisi. Mana endi yana bizga o'zaro to'psonlar kerak bo'ladi. Berilgan sonlardan qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo'linadi? Masalan, 15, 12, 18, 45 deyilgan masalan misollar kelishi mumkin. Bitta oddiygina qoida bor. 15 ga bo'linishni bilish uchun biza ikkita 15 ni tashkil qiluvchisiga bo'linishini topsak yetarli. Ya'ni 15 bu nima? 15 bu 3 va 5, to'g'rimi? 3 bilan 5 bir-biri uchun o'zaro to'psonlar, to'g'rimi? 3 bilan 5 o'zaro to'psonlar. Demak, o'zaro to'psonlar bo'lgandan keyin biza har bitta mana shu sonni tekshirib ko'rsak bo'ladi. Har birini 3 ga bo'linadimi, 5 ga bo'linadimi? 3 ga ham 5 ga ham bo'linsa, demak bu son 15 ga bo'linadi degani. Misol tariqasida keling, mana shu misolni ishlaymiz, keyin davom etamiz. X 3 ga bo'linadimi? 2, 2, 4, xo'p, 7, 7 ga 5 ni qo'shamiz, 12. X 3 ga bo'linadi. 5 ga bo'linadimi? 5 ga bo'linadi, chunki oxiri 0 bilan tugagan. Bo'linish belgilarini hamma bilsa kerak. 3 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisini topardik. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, demak bu son ham 3 ga bo'linadi. Oxirida 0 yoki 5 bo'lsa, bu son 5 ga bo'linadi. Demak, x 3 ga ham 5 ga ham bo'linadimi? Demak, bu
15 ga ham bo'linadi degani. 15 ga ham bo'linadi degani. Bu xuddi 6 ni qoidasiga o'xshaydi. 2 bilan 3 ga bo'linadimi, demak 6 ga ham bo'linadi. Y 3 ga bo'linadimi yo'qmi? 3 ga bo'linadi, chunki 3 2 1 yig'indisi 6 ga teng. 6 3 ga bo'linadi. Xo'p, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lindimi, demak son ham 3 ga bo'linadi. Oxiri 0 bilan tugagan, demak bu 5 ga ham bo'linadi. 5 ga ham bo'linadi. Xo'p, demak 3 ga ham 5 ga ham bo'lindimi? Y 15 ga ham bo'linadi degani. Endi Z ni 1 plus 2 bu 3, 7, 8, 12 va 17. Z 3 ga bo'linmaydi, chunki raqamlar yig'indisi nima? 17, 3 ga bo'linmaydi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmadimi? Sonning o'zi ham 3 ga bo'linmaydi. 3 ga bo'linmadi degani 15 ga ham bo'linmaydi degani. Demak javobimiz X va Y. D javob. Bu qoida masalan to'g'ri kelgan songa ishlamaydi. Masalan 8 deylik. 8. 2 bilan 4 ni ko'paytirib 8 ni olamiz, to'g'rimi? Lekin 2 ga ham 4 ga ham bo'lingan son 8 ga bo'linmasligi mumkin. Masalan 12. 12 2 ga ham bo'linadi, 4 ga ham bo'linadi, lekin 8 ga bo'linmaydi-ku, to'g'rimi? Mana shunaqa xayol sizga kelgan bo'lishi mumkin. Lekin men qaytaramanki, mana shu 8 ni tashkil qiluvchilari o'zaro tub sonlar bo'lganda bu qoida ishlardi. 15 da 15 ni tashkil qiluvchilar 3 bilan 5 masalan, ko'paytuvchilar 3 bilan 5. Bular o'zaro tub sonlar. Shuning uchun bu qoida har doim ishlaydi. Masalan 18. 18 ni biz 2 bilan 9 olaylik. 2 bilan 9. 2 bilan 9 bir-biri uchun o'zaro tub-ku, to'g'rimi? 2 bilan 9 bir-biri uchun o'zaro tub, ekubi ya'ni 1 ga teng. O'zaro tub bo'lgandan keyin biz mana shu qoidani ishlatsak bo'ladi. Berilgan son 2 ga ham bo'linsa, 9 ga ham bo'linsa, bu son 18 ga ham bo'linadi degani. Hamma shunda qanaqa qoida haqida gap ketyapti. Masalan 12. Hozir 12-ingi mana bu ikkinchi misolda men yaxshilab tushuntirib beraman. Hozir joy ochib olay. Xo'p. 12 ni ko'paytiruvchilarga ajratsak, shunchaki ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Buni masalan 2 ko'paytirilgan 6 qilib yozsam bo'ladi. Lekin 2 ga ham 6 ga ham bo'lingan son 12 ga bo'linmasligi mumkin. Nimaga? Masalan 18 olaylik. 18 2 ga bo'linadi. To'g'ri, 6 ga ham bo'linadi. To'g'ri, lekin 18 12 ga bo'linmaydi-ku. To'g'rimi? 12 ga bo'linmaydi. Nimaga bunaqa bo'layapti? Chunki 2 bilan 6 o'zaro tub sonlar emas. Biz shunaqa o'zaro tub sonlarga ajratishimiz kerak. Shunaqa tashkil qiluvchilarga ajratishimiz kerak. Shunaqa ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak. 12 ni masalan yozaman men 3 ko'paytirilgan 4. Mana endi 3 bilan 4 bular bir-biri uchun o'zaro tub sonlar, to'g'rimi? Ketma-ket kelib turibdi. Kubi 1 ga teng. 12 uchun 3 bilan 4 o'zaro tub sonlar qilib ajratilgan bo'lsa, mana endi bu qoida ishlaydi. 3 ga ham bo'linadigan son, 4 ga ham bir vaqtda o'zida bo'linadigan son endi 12 ga bo'linadi. Hamma shunda mana 9216 ni hozir sinab ko'ramiz. 9 plus 2 bu 11, 11 plus 1 bu 12, 12 plus 6 bu 18. 18 3 ga bo'linadi, to'g'rimi? 3 ga bo'linadi. Demak 9216 ham 3 ga bo'linar ekan. 9216 4 ga ham bo'linadi, chunki oxirgi ikkita raqami 16. 16 4 ga bo'linadimi? Demak butun son o'zi 4 ga bo'linishi kerak. Biz birdaniga javobni topib qo'ydik. 9216 3 ga ham bo'lindi, 4 ga ham bo'lindi, demak 12 ga ham bo'linadi. Lekin olaylik qanaqadir son hozir masalan S variant deylik. Bu 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'linadi. 6 ga bo'linar ekan. Xo'p, 3 ga bo'linsa 3. Mana bu 6 9. Bizning savol sal boshqacharoq ekan. Bo'linmaydi. Quyidagi sonlardan qaysi biri 12 ga qoldiqsiz bo'linmaydi? A demak bo'linadi. Buni biz chiqarib tashlaymiz. S variant ham bo'linadi, chunki 12024 agar raqamlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 3 bu yerda 6 9. 9 3 ga bo'linadi. Keyin 24 oxirida mana bor, 24 4 ga ham bo'linadi. S variant chiqib ketadi. Endi keyin D variant tekshirib ko'ramiz. Raqamlar yig'indisi 9, 12, 15 3 ga bo'linadi. 4 ga ham bo'linadi. Nimaga? Chunki oxirgi ikkita raqami 12 dan hosil qiladi. 12 4 ga bo'linadi. 18312 ham 12 ga bo'linadi.
Xo'p. Endi B variantni ham keling tekshirib ko'ramiz. 1 + 3 bu necha? 4. 4 + 6 bu 10, 12, 18. To'g'ri, 18 3 ga bo'linishi mumkin, lekin mana bu 26 oxiridagi ikkita raqam 4 ga bo'linmaydi. Shu sabab B variant 12 ga bo'linmas ekan. Demak, bizning javobimiz B. Qaysi biri bo'linmaydi deb so'ralgan, o'sha bo'linmaydigani topishimiz kerak. Keyingisi, quyidagi sonlardan qaysilari 18 ga qoldiqsiz bo'linadi? Endi 18 mana men aytgandek 3 bilan 6 qilib yozadigan bo'lsak, hozir 18 ni tashkil qiluvchilarni 3 ga ham 6 ga ham bo'linadigan sonlar 18 ga bo'linadi desak, bu mutlaqo xato bo'ladi. Nimaga? Chunki 3 bilan 6 o'zaro tub son emas. Bizga shunaqa bo'lish kerakki, 18 ni biz birinchi o'zaro tub son ko'rinishida yozib olishimiz kerak. Ikkita o'zaro tub son ko'rinishida. Bu nima? Bu 2 bilan 9. Ikkalasi bir-biri uchun o'zaro tub. E kubi 1 ga teng. 3 bilan 6 da bular bir-biriga o'zaro tubmidi? Albatta yo'q, chunki ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. 18 bu 2 ko'paytirilgan 9 bo'lgandan keyin, ikkalasi bir-biriga o'zaro tub bo'lgandan keyin 2 ga ham 9 ga ham bo'linadigan son 18 ga ham bo'linadi. Keling buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, x, y, z hammasi 2 ga bo'linar ekan, biz 9 ga bo'linadiganini topishimiz kerak. Raqamlar yig'indisini. Ya'ni 1 + 8 9, 4 + 2 bu 6, 9 + 6 bu 15, 15 9 ga bo'linmaydi, shu sabab x variantini olib tashlaymiz. A variant chiqib ketadi, C variant ham chiqib ketadi, B bilan D qoldi. Demak, y baribir bo'linadi. Y ni tekshirib o'tirmaymiz. Z ga bog'liq bu. Z agar bo'linsa D variantini olamiz, Z bo'linmasa B variantini olamiz. Xo'p, Z 2 ga bo'linishini bilamiz. Raqamlar yig'indisini topadigan bo'lsak, 3 + 6 9, bu yerda ham 9 bor, 18, 1 bilan 8 yana 9, 27. 27 9 ga bo'linadi. Bu sonni o'zi ham 2 ga bo'linardi. Bundan kelib chiqadiki, Z ham 18 ga bo'linadi. Bizning javobimiz D bo'ladi. Y va Z. Nimaga Y ni tekshirib o'tirmadim? Chunki bizda qolgan ikkita variantda ikkalasida ham Y bormi? Demak, Y bo'linadi. O'zi yaxshilab qarasangiz, masalan, 2 ga bo'linadimi Y? 54900 bu 9 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 18. Shunaqa gaplar. Xo'p, keyingi misolga o'tib ketamiz. Misollarga. Quyidagi sonlardan qaysi biri 15 ga karrali emas? Karrali emas degani bu bo'linmaydi degani. Karrali degani bu bo'linadi degani. 15 ga bo'linmaydigan son topishimiz uchun biz birinchi 15 ga bo'linadigan sonlarni chiqarib olishimiz kerak. Yana 3 bilan 5. Xo'p, 5 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Shunchaki 3 ga bo'linmaydigan son topishimiz kerak xolos hozir. 6 bilan 5 bu 11, 13 va 18. A 3 ga bo'linadi. Bu kerak emas bizga. Xo'p, 4 va 9 3 ga bo'linadi. Kerak emas. 4, 6, 10, 12 3 ga bo'linadi. 6 + 1 7, 7 + 4 bu 11, 11 + 5 bu 16. 16 3 ga bo'linmaydi. Bu son 3 ga bo'linmaydi, lekin 5 ga bo'linadi. Bundan kelib chiqadiki, bu son 15 ga bo'linmaydi. Aynan bizga 15 ga karrali emas kerak edi. Javob D. Keyingisi, quyidagi ko'paytmalardan qaysi biri 45 ga qoldiqsiz bo'linadi? 45 ga bo'linishi uchun endi buni maydalab ishlasak ham bo'ladi o'z aslida. 45 ni masalan biz yozsak bo'ladi 9 kara 5 qilib. 9 ga ham 5 ga ham bo'linsa, bu sonlar 45 ga bo'linadi. Yana 9 bilan 5 bizda qanaqa hozir o'zaro tub. Bundan ham maydaroq qilsak bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 qilib masalan. Masalanda 85 5 ga bo'linadi. Necha qoladi? 17 qoladi. 17 3 ga bo'linmaydi. 42 3 ga bo'linadi. Bir marta faqat bo'linadi. Keyin 14 qolar ekan. 14 ham 17 ham 3 ga bo'linmaydi qolgan 3 ga. Bizga 2 marta 3 ga bo'linish kerak edi. Shunchaki 1 marta 3 ga bo'linishi kerak emas. Yoki 9 ga bo'linishi kerak. Xo'p, A variant chiqib ketadi. B variant. Xo'p, 35 5 ga bo'linadi, 7 qoladi. 61 endi 3 ga bo'linadimi? 3 ga bo'linmaydi, chunki raqamlar yig'indisi 7 ga teng. B variant ham chiqib ketadi. Xo'p, 80 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'lganimizdan keyin 16 chiqib qoladi. 16 endi 3 ga bo'linmaydi. 123 bizga 9 ga bo'linishi kerak. 123 9 ga bo'linsagina mana shu ko'paytma 45 ga bo'linadi. Lekin 123 9 ga bo'linmaydi, chunki raqamlar yig'indisi 6 ga teng. Bir marta 3 ga bo'linadi hozir. 3 ga bo'lgandan keyin 41 chiqadi. 41 ni yana 3 ga bo'lib bo'lmaydi. Bizga men aytganimdek 2 marta 3 ga bo'linishi kerak yoki 9 ga. D variant. 36 9 ga bo'linadi, 4 chiqadi.
20 ham 5 ga bo'linadi. To'g'rimi? 36 ham 20 ham 9 ga 5 ga bo'lingandan keyin bu 45 ga bo'linadi. Buni oddiy misol tariqasi masalan kasr ko'rinishida ham yozsam, 36 ko'paytirilgan 20 ni 45 ga bo'lsak, biz qisqartirib olsak bo'ladi. 36 bilan 45 ni 9 ga qisqartiramiz, 4 qoladi, 5 qoladi. 20 bilan 5 ni qisqartiramiz, 4 qoladi. Javob 16 chiqadi. Xo'p, shunaqa gaplar. Quyidagi ko'paytmalardan qaysi biri 35 ga qoldiqsiz bo'linadi? Endi shu 5 ga ham, 7 ga ham bo'linadigan son topishimiz kerak xolos. Xo'p, 49, 56. Bularning orasida hech qaysisi 5 ga bo'linmaydi. Shu sabab D variant chiqarib olamiz. C variant. 50 5 ga bo'linadi, to'g'ri, lekin 10 qoladi. 10 7 ga bo'linmaydi, 27 ham 7 ga bo'linmaydi. Shu sabab C variantni ham, C variantni ham chiqarib olamiz. B variant. 28 7 ga bo'linadi, 40 5 ga bo'linadi. Demak, 28 ko'paytirilgan 40 mana shu 35 ga bo'linadi. B variantni olamiz. A variantni ham tekshirib qo'yaylik. 15 5 ga bo'linadi, to'g'ri, lekin 18 7 ga bo'linmaydi. 15 dan qolgan 3 ham 7 ga bo'linmaydi. Shu sabab A variant ham chiqib ketadi. Javobimiz B variant bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. Bo'ldi, tugadi. Bugungi misollar tugadi. Sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam o'zi shu edi. O'zaro tub sonlar va o'zaro tub sonlarga aloqasi bor bo'lgan misol masalalar. Xo'p, kimda qanaqa savol bor? Savol bo'lsa bersanglar bo'ladi. Umuman olganda video uchun aytib qo'yay. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video darslarda ko'rishamiz. Hozirgi video darslik bo'yicha kimdadir savol bo'lsa, albatta kommentariyada yoki meni lichkamda yoki guruhda yozib qoldiringlar. Men sizlarning savollaringga har doim 24/7 javob berishga tayyorman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.